Zomin dedik. Zominga ham kelib oldik. Shunaqa zo'r joylar dam olsang mazza qilasan. Yana ham o'zing bilasan. Просто filmdir, xursandchilik, shunaqa ovoz olsan, shunaqa chiroyli manzarani. Bir yilda bir marta. Faqat aylanib adirga kelamiz birga juda ham zo'r kam bo'lyapti. Faqat sizdagi qadrdonlarim kam bo'lyapti. Baliqlar mana bundoq. Hamma sharoitlar mana bundoq. Yashab bersang bo'ldi joylar ekanda. Zomin sanatoriyalari, zomin dachalariga gap bo'lishi mumkin. Davom etamiz. Mana burgut ushladi. Gapni buzatib qo'ydi. Gap yo'q bo'lyapti mana. Bu burgut, so'ra burgut, tog' burguti. Hadi dachayapti. Sirdaryo burgutimiz, Sirdaryodan zominga kelinglar, baraka topinglar. Sharcharani bo'yida turib, hayol sursang ilhom keladi deydi. Lekin shoirlar albatta, san'atkorlar mana shunaqa joyga kelib, sharcharani bo'yida ozgina dam olib, miyani dam oltirsangiz, hamma imkoniyat bo'ladi, xudo xolasa. Sog'lig'ingizga ham, ijodingizga ham, kayfiyatingizga ham kayfiyat bo'ladi. O'rtoqlar, juda sovuq deyapman. Shunday bo'lsa ham bir narsani aytib qo'yay. Yotadigan joylar zo'r, bu birinchi etaj, xolos. Bo'ri kelib qolish mumkin, ayiq kelib qolish mumkin. Men adabiyman. Tepaga chiqaman, tepaga chiqaman. Bo'laman. Mana qanaqa chiroyli joyga ko'ryapsizmi? Birov pishangni pish demaydi, pashangni kish demaydi. Pashang o'zi yo'q dedi. Joy. Bugun shu yerda dam oladi. Biraz video. Do'stlar, bu yoqqa yolg'iz kelib bo'lmaydi. Jo'ralar bilan, og'aynilar bilan, hamkasblar bilan, sinfdosh do'stlar bilan keladi. Mana bitta qadrdonimiz. Yig'lamang do'stim. Bu hayotda achchiqligidan emas, piyozda achchiqligidan ko'zlariga yosh kelgan. Aslida ichi kulib, dili yayrab turibdi bu insonni. Mana endi katta bloger. Bizni boda o'tiribdi. Assalomu alaykum. Nimaga? Yolg'iz kelmasin deyapman. Sizlarga o'xshagan o'rtoqlar kelsa, bu yerda vaqt dahshat bo'lar ekan. Hangama qizigandan qizib yotibdi. Narida kartani suzib yotibdi mana, biraz yotib olgan qaraman. Mana, bu yigit ham gap yo'q. Do'stlar, mana bu qizlar Qobiljon, biz Qobillar birlashdik. Shaka boshlab kelgan yigit shu bo'ladi, bilardi. Lekin yomon bo'lganingiz yo'q, to'g'rimi? Qayerda to'g'rimi? Dachaga gap bo'ldi. Bitta chiroyli va so'lim go'sha. Manzarasi o'sha. Keyin mazza qilib yashar. Albatta bir 500 tashlab, to'g'ri ketadi, to'g'ri. Keyin undan keyin yashar.